Hech qanaqa tanishlarsiz oyiga $100 pul topganimda, u pulni $10,000 ga qanaqa qilib aylantirgan bo'lardim. Kelinglar shuni birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda o'zimning kasbim, ya'ni aksiyalar sohasiga investitsiya qilgan bo'lardim. Bu joyda men bitta narsani aytishim mumkinki, sizlarga misol uchun biznes boshlashim uchun $100 albatta kamlik qilgan bo'lardi, lekin men tayyor biznes, ya'ni kompaniyalar o'zini darajasiga chiqqan, ya'ni yuqori darajalarga chiqqan kompaniyalarga men investitsiya qilib, ularni biznesiga sherik bo'lishim mumkin bo'lardi. Ya'ni shu narsa orqali men $100 pulimni $10,000 ga aylantirgan bo'lardim. Men Isroil Samatov chet el kompaniyalariga investitsiya qilish orqali va ularni olib sotish orqali daromad ko'raman. Hozirgi kunda bir oy davomida, misol uchun 1 soat, 2 soat vaqtimni shu sohaga sarflayman va daromadimni ko'tarib boraveraman. Oyiga $100 dan sarflab, siz ham $10,000 daromadga chiqishni xohlasangiz, shu ikkita darsimni to'liq ko'rishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni shu darslarimiz nimadan iborat? Kelinglar, shu bilan tanishib chiqamiz. Birinchi darsimizda $100 bilan chet el kompaniyalarini sotib olishni boshlash va bu sohada pulni yo'qotmaslik uchun top 3 ta men o'zimdan maslahat sizlar uchun. Ikkinchi darsimizda boylik ko'paytirishni 6 ta etapini aksiyalar orqali eng qisqa muddatda $10,000 ga chiqishni o'rganasiz va o'rtoqlar, bu narsa $10,000 ga chiqish hazil ish emas. Ya'ni shu ikkinchi darsimizda shu narsani o'rganib olasizlar. Aksiyalar bilan ishlash kimlarga to'g'ri keladi? Kelinglar shu narsani birgalikda ko'rib chiqamiz. Har oy stabil pul topadi va hech bo'lmasa $50, $100 pul ajrata oladiganlar. Ya'ni misol uchun sizlar oylik ishlaysizlar, oyligingizdan $50, $100 hech bo'lmasa ajrata oladigan bo'lsanglar, ayni sizlar uchun shu soha to'g'ri keladi. Agar ideali $500 ajrata oladigan bo'lsanglar, undan ham zo'r bo'ladi. Xo'p, keyingisi puli bor, lekin biznes qilgani vaqti yo'qlar. Puli bor insonlar bor, oramizda shunaqa insonlar topiladiki, puli bor insonlar undan tashqari misol uchun oylik topadida, oyligida zo'r daromad ko'rishi mumkin. Misol uchun $1,500, $2,000 topadigan insonlar yo'q emas. Shunaqa insonlar borki, pul topib turib, ular vaqtini biznesga sarflolmay qoladi. Ya'ni ayni shunaqa insonlar uchun bu aksiyalar sohasi juda ham to'g'ri keladigan sohalardan biri hisoblanadi. Xo'p, keyingisi pulim bor, lekin qaysi sohaga tiksam muzlab qolmas ekan deb yurganlar uchun. Ya'ni puli bor insonlar misol uchun nimadan qo'rqadi? Ya'ni peshona teri bilan topgan bo'ladi u pulni. Albatta bu narsani ko'pchilik xohlaydiki, peshona teri bilan topilgan pul o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketmasligi yoki qanaqadir insonlarga ishonib pulini berib qo'ymaslik. Shu narsa bo'yicha puli borda, lekin misol uchun stabil daromad qilishni xohlab va halol yo'nalishda uzoq muddatga investitsiya qilishni xohlaganlar uchun ayni shu aksiyalar sohasi to'g'ri keladi o'rtoqlar. Xo'p, keyingisi forex, kripto va onlayn sohalarda pul yo'qotganlar uchun bu juda ham dolzarb mavzu. Ya'ni hozirgi kunda adashmasam O'zbekistonda bir 90% inson shu forexga juda ham qiziqib kirib ketgan, ya'ni tez boyib ketaman degan illyuziyada kirib kelgan va qarabsizki, u joyda pullarini juda ham ko'p insonlar pullarini yo'qotgan. Aynan shu insonlar uchun bizda yechim, ya'ni shu aksiyalar yo'nalishida, ular bizda misol uchun aksiyalar yo'nalishida slip degan narsa yo'q. Ya'ni o'zini puliga sotib olish va narx ko'tarilganda sotish degan narsa bor. Shuning uchun forex sohasiga bilmasdan aralashib qolib, bilmasdan kirib qolib pulini yo'qotgan insonlar uchun ham shu aksiyalar sohasi juda ham to'g'ri keladi o'rtoqlar. Xo'p, ushbu darsdan asosiy maqsadim men ko'rgan qiyinchiliklarga, qarzlarga hech kim tushmasligi. Bu asosiy meni maqsadim. Barcha o'zbeklar xuddi chet elliklar kabi yaxshi va qo'shimcha daromad qilishlari. Ya'ni o'rtoqlar, shunaqa narsa borki, Amerikada 70% dan ko'p aholisi investitsiya qiladi. Investitsiya qilish orqali ular moliyaviy erkinligini ta'minlab boradi. Xuddi shunaqa O'zbekistonda ham shu narsa bo'lishini xohlayman. Ya'ni hamma inson shu investitsiya sohasi orqali, investitsiya qilish orqali shunaqa erkinlikka chiqishlarini xohlaganim uchun aynan shu darslarni yozishga qaror qildim. Xo'p, keyingisi insonlarga aksiya bo'yicha to'g'ri yo'l ko'rsatish. Ya'ni o'rtoqlar, bizda shunaqa narsa borki, halol, harom degan narsalar bor. O'sha narsalar orqali va undan tashqari aksiyalarga to'g'ri investitsiya qilish. O'sha narsani o'rgatish uchun aynan shu darslarni yozishga qaror qildim o'rtoqlar. Xo'p, bizni o'zi birinchi o'rinda bilib olishimiz kerak, aksiya nima o'zi? Aksiya, misol uchun korzinkani oladigan bo'lsak, korzinkani
aksiyasini deylik, mana bitta korzinkani aksiyasini oladigan bo'lsak, korzinkani aksiyasi 100 ta dona deb hisoblasak, biz misol uchun uni bo'laklar orqali sotib olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni siz 20 ta dona aksiya sotib oladigan bo'lsangiz, o'sha korzinkani ulushiga ega bo'lasiz. Misol uchun o'zimizdagi korzinkani olamiz, 20 ta dona aksiyasini sotib oldingiz va u korzinka misol uchun daromad qiladigan bo'lsa, siz daromad qilasiz. Ya'ni daromadi oshib boradigan bo'lsa, aksiyalarini ham narxi ko'tarilish orqali siz daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni tayyor biznes korzinka, shu tayyor biznesga siz aksiyalarni sotib olish orqali sherik bo'lasiz. Xo'p, bizda aksiya olganingizda bu esa daromad olishning ikkita asosiy yo'lini ochadi o'rtoqlar. Xo'p, birinchisi qaranglar. Birinchisi aksiyalarni sotib olib, narxi ko'tarilganda sotish va undan tashqari ikkinchisi dividend. Dividendni qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Dividend bu misol uchun o'sha korzinkani oladigan bo'lsak, korzinka daromad qilsa, yaxshi daromad qilganda siz unga korzinkaga investitsiya qilganingiz uchun o'zini ulushidan sizga ulush ajratib beradi. Ya'ni qo'shimcha daromad sifatida siz ushab turganingiz hisobiga, sherik bo'lganingiz hisobiga, ishonch bildirganingiz hisobiga sizga o'zini ulushidan qo'shimcha daromad beradi. Ya'ni bu narsa dividend deyiladi o'rtoqlar. Xo'p, keyingisi bu bozor ham oddiy bozor kabi ishlaydi. Arzonroq paytda sotib olasiz, qimmatlaganda sotib olasiz. Ya'ni misol uchun aksiyani narxi deylik 50 dollar turgan bo'lsa, bozorda 50 dollar turibdi, siz sotib olasiz, 60 dollarga chiqqanda misol uchun foidangiz qoniqarli bo'ladigan bo'lsa, sotib yuborasiz. Shu orqali siz bemalol daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, faqat siz narx ko'tarilishini oldindan ikkita analiz orqali aniqlaysiz. Foyda qilish uchun siz shunchaki kutasiz, lekin to'g'ri kompaniyani tanlasangiz, bu kutish sizni boy qiladi. Xo'p, sizda shunaqa yo'l bo'ladiki, ikkita analiz turi bor. Bu narsani narx ko'tarilishini oldindan bilish yo'li. Ikkita analiz turlaridan biri fundamental analiz va texnik analiz hisoblanadi. Ya'ni siz fundamental analiz qilganingizda kompaniyani ichini analiz qilasiz. Ichida nima bordi, qanaqa holatda foydaga chiqqanmi, daromad qilyaptimi, shu narsasini ko'rasiz. Texnik analiz qilgan paytingizda shunchaki grafiklar orqali, ya'ni narxini ko'rish orqali siz o'zingiz chiziqlar orqali taxmin qilishingiz mumkin bo'ladi, ya'ni analiz qilishingiz mumkin bo'ladi o'rtoqlar. Bizda shunaqa noto'g'ri fikrlash borki, ya'ni misol uchun ko'p eshitgan bo'lsanglar kerak, faqatgina biznes qilish orqali boy bo'lasan degan gapni juda ham ko'p eshitganmiz. Bu narsa yoshligimizdan bo'lgan. Shu narsaga o'rganganmiz. Ya'ni oylikdan oylikka ishlab yuradigan inson hech qachon boymaydi degan narsalar juda ham ko'p aylanadi. Ya'ni bu narsa eng katta noto'g'ri fikrlashga olib keladi o'rtoqlar. Oylikdan oylikka ishlab turib ham yaxshigina daromad ko'rish mumkin bo'ladi. Xo'p, eng asosiy muammo maktabda, universitetda va hayotdagi ustozlarimiz bizga oyiga 100 dollar ajratish hayotimizni va bolalarimizni hayotini o'zgartirib yuborishi mumkinligini o'rgatishmagan. Bu narsa eng dolzarb muammolardan biri. Ya'ni maktabda o'qiyotgan paytimizda bu narsalar tushuntirilmaydi bizga. Bilasizlar, misol uchun pul bo'yicha o'zi umuman dars yo'q. Bizda 100 dollar ajratib turib, sen mana shunaqa qilasan degan narsani umuman tushuntirishmagan va bizga shunaqa narsa tushuntirilganki, sen qanaqadir kasb egasi bo'lishing kerak va o'sha kasb orqali sen umring oxirigacha mana shunaqa pensiyaga chiqish orqali daromad ko'rishing mumkin degan narsani tushuntirishgan. Ikkinchisi, biznesmen bo'ladigan bo'lsang, wow, biznesmenlikda faqatgina boylar biznesmen bo'ladi va o'sha joyda yaxshigina pul bor degan narsani bizga maktab vaqtini o'zidan tushuntirishni boshlashgan. Bu esa aslida eng katta muammolardan biri o'rtoqlar. Xo'p, ko'p odamlar aksiya sotib olmasligiga sabab qaranglar. O'sish sekin 10 yilda foyda qilaman deyishadi. Aslida bu narsa noto'g'ri. Albatta 10 yil kutadigan bo'lsa, undan ham kattaroq foyda bo'lishi mumkin, lekin qisqa muddatda ham bemalol daromad qilishi mumkin o'rtoqlar bu sohada. Chunki ko'p bu narsa qatdan kelib chiqqan, ayniqsa forekschilarning gapidan keyin shunaqa narsa tarqalib ketgan. Ya'ni aksiyalar sohasida sekin o'sish bo'ladi va sekin daromad qilinadi degan tushuncha kirib qolgan. Lekin unaqa emas o'rtoqlar. Xo'p, kompaniyalarni asosan 3 ta turga bo'laman. Men shaxsan o'zim kompaniyalarni 3 ta turga bo'laman. Qaranglar, stabil katta kompaniyalarga yiliga 30% o'sadi. Ya'ni bu narsa nima deyilyapti? Misol uchun shunaqa kompaniyalar bor, 3 xil yo'nalishda kompaniyalar. Birinchisi stabil o'sib beradigan kompaniyalar, yiliga 30% va undan yuqoriroq daromad
keltiradi, ya'ni o'sib beradi. Ikkinchisi growth stocklar, ya'ni sal o'suvchan kompaniyalar bo'ladi. U o'suvchan kompaniyalar nima? 30% dan 300%, 500% u yog'i ketaveradi. Ya'ni ular growth stocklar hisoblanadi o'rtoqlar. Uchinchisi penny stocklar hisoblanadi. Bu penny stocklarda o'rtoqlar bir oyda kamida 2-3x o'sishi mumkin. Ya'ni bir oyda 2-3x emas, kerak bo'lsa 100x lab ham o'sib beradi. Ya'ni penny stock deganda biz tushunib olishimiz kerak, riski balandroq, lekin juda ham yaxshi daromad beradigan kompaniya hisoblanadi o'rtoqlar. Xo'p, o'sish tezligi farqlarini sizlar bilan ko'rib chiqamiz o'rtoqlar. Qaranglar, Apple kompaniyasi yiliga 25-35% o'sib berar ekan. Xo'p, sof foyda katta brend, bilasizlar, Apple kompaniyani misol uchun Apple deydigan bo'lsak, butun dunyoda hamma biladi. O'shaning uchun katta brend va dividend ham bor o'rtoqlar. Dividend deganda men sizlarga tushuntirib o'tdim. Dividend ham berib boradi va murakkab foizlar hisobiga sizda 25-35% emas, o'sha pulingiz misol uchun 45-50% gacha yetib qolishi mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingisi Microsoft. Ya'ni Microsoft kompaniyasi yiliga 20-30% o'rtacha o'sib berishi. Doimiy foyda bor. Ya'ni siz Microsoft kompaniyasiga shunchaki investitsiya qilsangiz, yiliga 20-30% o'rtacha o'sib beradi. Doimiy o'sish ko'rsatadi. Xo'p, Coca-Cola kompaniyasi bu asosan eng katta dividend to'laydigan kompaniyalardan biri hisoblanadi. Riski juda ham past, ya'ni bu kompaniyaga ko'pchilik shunaqa sarmoya kiritadiki, dividendlar orqali daromad ko'rish uchun yiliga 8-12% o'zi aslida o'sib beradi. Lekin 8% kam deb hisoblaydigan insonlar uchun shu narsani aytib o'tmoqchimanki, bu kompaniyada dividend juda ham katta to'lanadi. Xo'p, keyingisi Visa kompaniyasi. Bu Visa kompaniyasida 20-30% o'rtacha o'sish bor yiliga. Onlayn to'lov. Bilasizlar, Visa kompaniyasini ham ko'pchilik biladi. Bu ham katta brend hisoblanadi. Onlayn to'lov va sof foyda katta hisoblanadi bunda. Xo'p, stabil kompaniyalar bilan tanishib chiqamiz. Bunaqa kompaniyalarga investitsiya qilish uchun aslida pulingiz ko'proq bo'lsa, misol uchun sizda pulingiz o'zi ko'p, sizga katta foizlar shart emas, chunki sizni o'zi pulingiz kattaligini hisobiga kichkinaroq foiz daromad qilsangiz ham shuni o'zi yetarli bo'ladi. Ya'ni shu joyda siz nima qilishingiz mumkin? Pulingiz ko'pligi uchun siz stabilroq yuradigan, ya'ni kichkinaroq foiz beradigan kompaniyalarga qo'rqmasdan investitsiya qilishingiz mumkin bo'ladi. Shu narsani tushunib olinglarki, bular biznes egalari, ya'ni biznes kompaniya deganda biz tushunishimiz kerakki, shunaqa biznesni yuqori cho'qqilarga olib chiqqan kompaniyalar hisoblanadi. O'shanga sizlar misol uchun daromadiga sheriklikda sizlar misol 2-3% bo'ladigan bo'lsa ham, katta risk qilmagan holda sizlar pulinglar ko'pligi uchun investitsiya qilsanglar bo'ladi o'rtoqlar. Apple namunasini ko'rib chiqamiz. Agar siz $10,000 sarmoya kiritganingizda, misol uchun 2000-yilda Apple kompaniyasining narxi 0.30 sent bo'lgan, ya'ni 30 sent bo'lgan. Sotib olingan ulushlar 33.333 ta bo'lgan. 2025-yil hozirgi holatida siz agar $10,000 investitsiya qilganingizda $7,166,000 pulingiz bo'lar edi. Ya'ni 71.560% shu kungacha o'sib bergan. Mana shu joyda bilib olishimiz mumkinki, Warren Buffett bekorga bunaqa darajada Forbes jurnalida bunaqa darajaga chiqib olmagan. Ya'ni shu narsalarni sotib olish orqali u shu natijalarga erishgan. Xo'p, 2010-yil $3.25 turgan narxi, siz sotib olganingizda $10,000 sotib olganingizda 3077 ta dona sotib olishingiz mumkin edi va sizning pulingiz $661,555 bo'lar edi 2010-yil sotib olganingizda. Xo'p, uchinchisi 2015-yil yaqinroqdan ko'rishni xohlaganlar uchun mana 2015-yil $6.60 turgan narxi va siz $10,000 ga 1515 ta dona aksiya sotib olardingiz. Shunda sizda $326,625 o'zingizni balansingizda bo'lgan bo'lardi. Ya'ni bu Apple namunasida ko'rib chiqamiz. Apple namunasida ko'rishingiz mumkin. Undan oldin sizlarga aytdim, yiliga stabilni o'sib beradigan kompaniyalardan biri hisoblanadi o'rtoqlar. 2000-yilda Apple yoki Nvidia'dan $500 aksiyani sotib olganingizda deb bu narsani ko'p gapiryapman. Ya'ni O'zbekiston sharoitiga hozir pulni o'ylamasdan yashardingiz. Ya'ni qaranglar, bu narsani 10 yil o'tgandan keyin ham eshitishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni kimdir chiqib turib sizga 2025-yil shu aksiyani sotib olganingda hozirgi holating moliyaviy erkin inson bo'larding. Hozir ham kechamas degan gapni eshitishingiz mumkin bo'ladi. Aynan shunaqa gaplarni eshitib afsuslanmaslik uchun hoziroq boshlash kerak bo'ladi o'rtoqlar. Xo'p,
O'rtacha kompaniyalar. Bu turdagi kompaniyalarga odatda trenddagi sohalarda bo'ladi va albatta o'zingiz hozirgi vaqtda biznes qilganingizdan riski kamroq bo'ladi. Xo'p, qaranglar, bu trendda yurgan kompaniyalar deganda biz tushunib olishimiz kerak. Hozirgi kunda trendga chiqqan kompaniyalar, misol uchun shunaqa kompaniyalarni kiritamiz va siz hozir misol uchun shu o'rtacha kompaniyalarga investitsiya qilishingiz o'zingiz qanaqadir biznes boshlashingizdan ko'ra sizga kattaroq effekt beradi. Ya'ni ular natijaga chiqib bo'lgan biznesni sizga taklif qilishyapti. Siz ularga sherik bo'lib kirasiz, o'shaning uchun sizda risk juda ham kam bo'ladi. Shuning uchun biz o'rtacha kompaniyalarga biznes qilgandan ko'ra o'rtacha kompaniyalarga sarmoya kiritishimiz o'zimiz uchun juda ham foydali hisoblanadi. Keyingisi mana qaranglar. O'rtacha kompaniyalardan Palantir kompaniyasining namunasini ko'rsataman sizlarga. $10,000 investitsiya qilinganda 2023-yil $6.50 turgan kompaniya, siz $10,000 investitsiya qilganingizda 1538 ta dona kompaniya aksiyasiga ega bo'lardingiz. Va qarabsizki, shu $10,000 hozirgi kunda kompaniyaning narxi, Palantir kompaniyaning narxi $160 ga yetgan. Ya'ni sizni balansingizda hozir $246,000 bo'lgan bo'lar edi. Siz shunchaki 2 yil oldingina sarmoya kiritganingizda hozirgi kunda $250,000 ga yaqin sizni balansingizda pul bo'lardi. Xo'p, penny stocklarga o'tadigan bo'lsak, bu turdagi kompaniyalarga odatda investitsiyaga puli kamroq yoki pulini tezroq ko'paytirmoqchilar uchun to'g'ri keladi. Ayni haqiqat, chunki mana bunaqa narsa bor. Penny stocklar misol uchun volatilность juda ham yuqori bo'ladi. Siz sotib olgan joyingizdan kerak bo'lsa 600% lab o'sib berish imkoniyatiga ega. Shaxsan o'zimda shunaqa narsa bo'lgan. Birinchi penny stock, birinchi sotib olganim 615% daromad keltirgan. Ya'ni sotib olganman 1-2 kun ichida meni pulimga 615% daromad keltirgan va penny stockga men shunaqa darajada o'zim ham qiziqqanman. Misol uchun sizlarning pulinglar kamroq bo'ladigan bo'lsa, sizlar penny stocklarga misol deylik depozitingizda pulinglarni ajratayotganingizda penny stocklarga ko'proq bo'limini ajratishingiz mumkin bo'ladi. Ajratganingizda, ya'ni bu narsa orqali sizlar pulinglarni ko'paytirib turib, uzoq muddatga investitsiya qilishga erishishingiz mumkin bo'ladi o'rtoqlar. Xo'p, penny stocklarni tushunib oldik. Penny stocklar bo'yicha sizlarga namunani ko'rsataman. VAT kompaniyasi $10,000 agar shu pennyga sarmoya kiritganingizda nima bo'lardi? 2024-yil dekabr oyida qaranglar 0.40 sent bo'lgan. Bu oy boshida. Xo'p, oy oxirida, xuddi shu vaqt ichida oy oxirida 2-3 oy ham o'tib ketmayapti. Oy oxirida $2.70 ga ko'tarilgan penny stock narxi. Undan keyin sizlar $10,000 investitsiya qilgan bo'lsanglar, shu joyi o'zida sizlar $67,500 foyda ko'rgan bo'lardinglar o'rtoqlar. Bu shunchaki raqamlar emas, bu ayni haqiqat. Ya'ni sizlar $10,000 investitsiya qilsanglar, bir oyga qolmasdan $67,000 daromad ko'ryapsizlar. Bu juda ham zo'rmi? Albatta. 675% daromad. Bunaqa biznes, shunchaki siz qanaqadir biznes, real biznes ochadigan bo'lsangiz, bunaqa daromad berishi katta ehtimol bilan yo'q hisoblanadi o'rtoqlar. Xo'p, keyingisi Habik aksiyasi kompaniyasi, ya'ni $10,000 investitsiya kiritgan bo'lsanglar, 2024-yil dekabr oyidan 2025-yil fevralgacha $4.50 bo'lgan o'zini oy boshidagi narxi, oy oxirida $14 gacha chiqqan o'rtoqlar. Shunda sizlar $10,000 investitsiya qilish orqali $31,111 daromad qilishingiz mumkin bo'lardi. Ya'ni o'sish foizi 3x, ya'ni 3 baravar o'sishga erishgan bu kompaniya. Keyingi kompaniyamiz Top kompaniyasi, ya'ni $10,000 investitsiya qilinganda 2023-yil $5.83 bo'lgan, $5.83 dan $256 ga ko'tarilgan. Ya'ni oy boshidan oy oxirigacha shunaqa narsa bo'lganki, $256 gacha ko'tarilgan. Bu narsa o'rtoqlar, $10,000 pulinglar $439,000 bo'lardi. Shunchaki bir oy davomida sizlar $10,000 sarmoya kiritdinglar va $500,000 ga yaqin pul ishladinglar. Endi o'ylab ko'ringlar, umringlar davomida o'zi oylikni shundoqqina ishlatib turib, ya'ni $1000 dan oylik olsanglar ham shuncha pul yig'a olarmidinglar degan savolni berib ko'ringlar shu joyda o'zingizlarga. Qarabsizlarki, mana shu joyda sizlar bir oy evazida shu narsani topdinglar va umringlarni to'liq umringlarni, kimnidir umrini, hayotini sizlar sotib olgandek bo'lasizlar. Ya'ni shuncha vaqtinglarni ekonom qilgan bo'lasizlar. U yog'iga moliyaviy erkinlik sari olg'a. Xo'p, bizda keyingi kandidatimiz, ya'ni GNS
Bu kompaniya 10 ming dollar sarmoya kiritilganda 2023-yil yanvarda 4 dollar 64 sent turgan va oy oxirida 79.90 sentgacha chiqib bergan. Ya'ni shu 10 ming dollar shunaqa katta o'sish emas, 17x bo'lsa ham, qaranglar, 17x o'zida 172 ming dollar daromad. 172 ming dollar. Oy boshida 4 dollarlik turgan narsa 79 dollarga chiqish orqali sizlar 172 ming dollar daromad qilishingiz mumkin edi. Xo'p, biz endi sizlar bilan qiziq fakt ko'rib chiqamiz. Ya'ni ko'p odamlar bu savdolarda zararga chiqishgan. Penny stock o'sish tezligi juda baland. Qaranglar, shunchalik foizlarni aytayapman sizlarga, 439 ming daromad ko'rishingiz mumkin edi yoki mashincha daromad ko'rishingiz mumkin edi deyapman. Lekin shunaqa insonlar borki, shunaqa o'sib bo'lgandan keyin, bu qiziqarli fakt. Ya'ni o'sib bo'lgandan keyin kompaniya ular sarmoya kiritishadi. Ya'ni kompaniya shunaqa darajada PR bo'ladiki, kompaniya zo'r degan narsasi chiqib ketadi va o'sha joyda qolgan ko'chadan kelgan investorlar shundoqqina ko'rib turib o'shani sotib oladi va u joyda zarar ko'radi. Ya'ni boshidan shu narsani bilish kerak bo'ladiki, tegida narxi pastdaligida sotib olish kerak bo'ladi aslida. Xo'p, lekin katta o'sishlar PR va yana boshqa narsalar hisobiga bo'ladi. Hozir bu narsani aytib o'tdim. Ya'ni o'sishlar o'zi nimani hisobiga bo'ladi deydigan bo'lsak, asosan PR deganda tushunib olishimiz kerakki, kompaniya hamma mana insonlar, misol uchun bu kompaniya mana bunaqa bo'lib ketar ekan, bu kompaniya bunaqa bo'lar ekan degan shov-shuvlarni ko'taradi. Shov-shuvlar ko'tarilgandan keyin o'sib ketadi degan shov-shuvlarni ko'targandan keyin albatta PR ga chiqadi u kompaniya va yaxshigina o'sish bo'ladi u kompaniyada. Katta o'sish bo'lsa, u aksiya narxi yana orqaga qaytadi. Bu narsani hozir tushuntirdim sizlarga. Katta o'sish ko'rsatib bergan aksiya, misol uchun kompaniya shunaqa darajada o'sib ketdiki, siz misol uchun 10 ming dollar kirgizgan sarmoyangiz 500 ming dollarga aylanib bo'ldi. Ya'ni shunaqa darajada katta o'sib ketdi va u joyda ozgina bo'lsa ham orqaga qaytish bo'ladi. Ya'ni korreksiya deyiladi bizning tilimizda. Ozgina orqaga qaytib va keyin yana o'zini yo'lida davom etadi. Bu narsa nimaga kerak? O'zi yaxshigina o'sib berishdan oldin har doim sog'lom korreksiyalar bo'ladi. Sog'lom korreksiya paytida ko'p investorlar o'sha qiziqarli faktimizda aytib o'tganimizdek sotib oladi o'rtoqlar. O'sha korreksiya paytida va tushganda sotib yuboradi. Bu esa ayni treyderlar haqiqati. Xo'p, ko'p odamlar orqaga qaytadigan payt o'sdi-ku deb kirishadi. Natijada narx pastga yuradigan payt kirib pul yo'qotishadi. Bu ham yo'q emas, ya'ni o'sib juda ham katta o'sib ketgan bo'lsa, albatta u yillar davomida pastga tushib berish ehtimolligi juda yuqori bo'ladi. Juda ham katta o'sib ketdimi, chiqib o'sha joyda sotib yuborishni ham bilish kerak. Bu faqat sotib olishda emas gap, sotib olganingizdan keyin daromad yetarli bo'ldi, menga shu daromad yetadi deb o'zingizga chegarani qo'yishni ham bilishingiz kerak bo'ladi. Ko'pchilikda xato nima bo'ladi? Shu joyda o'zini chegarasini bilmaydi, nafsiga ergashadi, 500 ming dollar qilgan joyda qarab turib, yo'q, shu 1 million dollarga chiqsin, keyin sotaman degan narsani beradi. Lekin 500 ming dollar ham o'z o'rtoqlar, bundoq qarasanglar juda ham katta pul hisoblanadi. Umri davomida ko'rmagan pulni ko'rib turgan holatida ham yana ham ko'proq holayda o'sha joyda xato boshlanadi o'rtoqlar. Xo'p, bu turdagi aksiyalarni narx ko'tarilish va tushishini oldindan bilsa bo'ladi. Albatta bu narsani bilsa bo'ladi. Bunga oddiy ikkita analiz yetarli bo'ladi. Fundamental analiz, texnik analiz. Biz misol uchun har qanaqa PR-larga ishonmagan holda, ya'ni shunchaki yolg'on PR-mi, o'shani analiz qilishimiz mumkin bo'ladi. Analiz qilamiz. Bu narsa uchun bizda ikkita narsani o'zi yetarli bo'ladi. Ya'ni fundamental analiz va texnik analizimiz. Fundamental analiz deganda tushunib olaylik, bitta kompaniyani shunchaki ichini to'liq razbor qilishimiz. Bitta kompaniyani siz ochasiz, oddiy misol uchun joiz emas deb hisoblasak ham Netflix kompaniyasi bor. Netflix kompaniyasini siz shunaqa ko'rishingiz mumkinki, ichida nimalar bo'lyapti, nechta kino chiqazyapti, nechta kinosidan qancha daromad ko'ryapti, kelajagi bormi u kompaniyani, nima maqsadlar qo'ydi, kelajakda sun'iy intellektlardan avtomatlashtiradimi, foydalanadimi, yo'qmi, hozir kelajak talabiga mos keladimi, yo'qmi degan fundamental analizingizni qilishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni pullarini hisob-kitobini siz qilasiz va bu bizda shaffof tarzda bo'ladi. Ya'ni kompaniya aksiyalarini siz shunchaki qanaqadir sayt orqali ko'rib qo'yish emas, shunchaki siz kirib turib haqiqatini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bunda yolg'on yo'q. Kompaniyalar shunaqa fundamental analiz qilishingiz uchun sizga hamma narsani ochiq-oydin qilib beradi. Xo'p, ikkinchisi texnik analiz bo'ladigan bo'lsa, texnik analizda biz shu kompaniyani grafiki bo'ladi. Ya'ni ko'pchilik ko'rgan, yurak urib turishiga o'xshagan grafikini ko'rgan.
ko'pchilikning ko'zi tushgan hozirgi paytda va shuni biz texnik analiz qilishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni $50 turgan narsani biz texnik analiz orqali, instrumentlar orqali analiz qilamiz va $60 chiqadi yoki $70 chiqadi degan prognozni berishimiz mumkin bo'ladi. Shu joyda ham bir ikkita treyderlarning xatosini aytib o'tib ketaman sizlarga. Shunaqa narsa qiladiki, misol uchun texnik analizni o'zini qilib qo'yadi, fundamental analizga katta ahamiyat bermaydi. Lekin bizga asosan shu ikkita analiz juda ham muhim hisoblanadi o'rtoqlar. Xo'p, shu ikkita narsani o'rgangan odam 1-2 yil ichida ko'p pul topmasa ham keyingi 10 yil ichida aksiyalar orqali $1 million ga chiqish ehtimolligi yuqori. Albatta o'rtoqlar, sizlarga men misol uchun 1 yilda millionlar ishlaysan degan narsani bermayman. Shunchaki haqiqatda aytaman sizlarga, 1-2 yilda sizlar misol uchun yaxshi daromad qilishingiz mumkin bo'ladi bu sohada. Aksiyalarda investitsiya qilish orqali yoki trade qilish orqali siz yaxshi daromad qilib yurishingiz mumkin bo'ladi. Uzoq muddatga bo'ladigan bo'lsa, albatta keyingi 5 yil yoki 10 yil ichida siz $1 million ga erishishingiz mumkin bo'ladi o'rtoqlar. Xo'p, iyul oyidagi natijalarimizdan biri, ya'ni natijalarni sizlarga ko'rsatib o'taman. 10-iyul kuni meni o'zimning Telegram kanalimda berilgan g'oyani ko'rishingiz mumkin. VAT kompaniyasi berilgan 10-iyul chislosida. Xo'p, iyuldagi natijalarimizdan biri hozirgi narxi ekraningizda ko'rinyaptimi yo'qmi bilmadim, 31 sent atrofida bo'lgan va u 90% daromad bergan. Buni shunchaki men obunachilarim o'zi uchun berganman. Insonlar shu narsadan foydalansin degan tarzda shu narsa ommaga berilgan va o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rishingiz mumkin. 90% foydaga chiqilgan. 90% foyda bu misol uchun sizlar $10 ming sarmoya kiritsanglar, shunchaki $9 ming daromad qolsizlar degani. Tushunishingiz uchun. Xo'p, iyuldagi ikkinchi signal 25-iyulda berildi. Alxo degan aksiyamiz va o'rta muddat uchun berilgan. Shu aksiyamiz 20% o'sgandan keyin biz yo'ldamiz deb qo'yilgan. Ya'ni 20% natija bergan va bizani birinchi foydamiz darajasi yopilgan. Ya'ni birinchi take profitimiz olingan 20%. Bu narsa ham xuddi shu kanalimizda savdo g'oya berilgan va siz tabiiyki bu joyda $10 ming sarmoya orqali siz $2 ming ishlash imkoniyatiga ega bo'lardingiz. Xo'p, aytganimdek, risksiz uzoq muddatga katta boylik. Ya'ni o'rtoqlar, uzoq muddatga investitsiya qiladigan bo'lsanglar, o'sha millionga shunchaki erishishingiz mumkin bo'ladi. Albatta buni kimdir tasavvur qila olmaydi. $1 million ga chiqishi tasavvur qila olmasligi mumkin. Kimdir $1 million ga chiqsa bo'ladi degan fikrda yuradi. Albatta bekordan bekorga sizlar bu joyga kirib qolmadinglar o'rtoqlar. Tabriklayman, sizlar o'zi bu joyga kirib qolishinglarning o'zi ham sizlarni birinchi millionga qadaminglar hisoblanadi. Shu joyda risksiz uzoq muddatga katta boylik deganimizda shu narsani tushunib olishimiz kerakki, misol uchun kamroq foiz beradigan bo'lsa ham biz shunchaki katta boylikka erishishimiz mumkin bo'ladi. Kamroq risk bilan keyingi 2-3 oydan keyin foydaga chiqish mumkin. Albatta bu narsa ham to'g'ri, 2-3 oy ichida emasdi, undan ham oldin daromadga chiqishingiz mumkin bo'ladi kamroq risk qilgan holda. Risk bilan katta foyda topish. Bu narsa penny stocklarga asosan qaratilgan, ya'ni portfolio deganda biz tushunib olishimiz kerak, uzoq muddatli, qisqaroq muddatli, misol uchun bo'lib olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni pulimizni ham bo'lishimiz mumkin yoki o'sha yo'nalishlarimizni ham bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Risk bilan o'sha sarmoya kiritishinglar albatta riski yuqori bo'ladi, lekin shunga yarasha yaxshigina daromad bo'ladi. Xo'p, agar kimdir sizga ko'rsatgan har bir penny stocklarini $10 ming budjet bilan to'g'ri analiz qilib, vaqtida kirib, vaqtida sotib yuborganda, ya'ni misol uchun har bitta boya ko'rsatdim-ku pennylarni, har bittasini to'g'ri analiz qilib vaqtida kirib chiqib ketganda, shunchaki sizlarga bitta narsani aytmoqchiman, puli o'sha $10 ming puli $192,456,000 bo'lardi. Ya'ni joy-joyida kirib chiqib ketish bu misol uchun katta ehtimol bilan har bittasini universal qilish imkoni yo'q demayman, chunki yaxshi bilim olgan inson, misol uchun mukammal fundamental analiz qilishni mukammal bilgan inson har bittasini yaxshi joyida olishni biladi va qarabsizki nafsini jilovlashni ham biladi. O'shaqa insonlar $192,456,000 ishlagan bo'lardi agar shunaqa darajada kirib chiqib ketsa.
Xo'p, bugundan boshlamasangiz, ya'ni qaror qabul qilib, aksiyalar bilan ishlashni boshlamasangiz, doimgidek oylikdan oylikka pul yetishmaydi. Ya'ni o'rtoqlar, hozir shu narsani aytishim kerakki, sizlarga shunchaki havo gaplar emas. Bu narsa, agar sizlar hozir hayotingizga seriozniy qarab, shu narsaga seriozniy kirishmaydigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan bugun boshlamaganingizga juda ham katta afsus qilasizlar vaqti kelib. Chunki hayotimizda shunaqa darajada tez o'tyaptiki, biz ulgurmayapmiz. Ko'p narsalarga ulgurmayapmiz. Va eng kerakli bitta gapni aytib o'tmoqchiman. Bu ayniqsa o'zi butun O'zbekiston xalqiga shu narsani yetkazishni xohlagan bo'lardim. Erkaklariga yoki ayollariga bo'lsa ham bitta narsani inobatga olinglar. Bizi misol uchun shunaqa insonmizki, biz bilmaymiz ertaga nima bo'lishini, hayotimizda qanaqa bo'lishini bilmaymiz. O'shaning uchun biz shunaqa narsa qilishimiz kerakki, oilamizni davomiy finansiy taraflama qiynalmasligini xohlasak, ya'ni ayniqsa erkaklar biz shunaqa finansiy oilamizni qiynab qo'yishni xohlamasak, biz hozirdanoq shu narsani boshlashimiz kerak bo'ladi o'rtoqlar. Chunki bu narsa orqali biz passiv daromadga erishamiz. Passiv daromad deganda bizga davomiy pul kelib turishi. Ya'ni biz bo'lamizmi, bo'lmaymizmi, oilamizga pul kelib turishi. Shu narsani ta'minlab qo'ysak, ana unda boshqacha bo'ladi. Ya'ni sizlar hozir biznes qilishingiz mumkin o'rtoqlar. Biznes qilmaylar demayman. Biznes qilishingiz mumkin, lekin biznesinglar agar sizlar bo'lmasanglar, o'sha biznesinglar yurishi qanchalik ehtimolligi bo'ladi. Misol uchun sizlar bo'lmadinglar, u narsani boshqarish, misol uchun oila boshqara olmasligi mumkin yoki boshqarishga qiynalishi mumkin, sizdek boshqara olmasligi mumkin va qarabsizki, siz topib qo'ygan pulingizni hammasini shunchaki yo'q qilib yuborishadi. Ya'ni yo'q qilib yuborishadi deganim shunchaki yeb ichish orqali yo'q bo'lib ketadi. Qancha pul turgan bo'lsa ham u pullar yo'q bo'ladi o'rtoqlar. Ya'ni passiv daromad manbaini yaratib qo'ymasangiz, sizda katta ehtimol bilan muammo bor. Ya'ni oilangizni shunaqa darajada o'ylab qo'yishingiz kerakki, oilangiz sizdan keyin ham yaxshi yashab yursin o'rtoqlar. Shu narsani hech qachon unutmanglar. Bu o'zimni shaxsiy gapim, mana shu hammaga yetkazmoqchi bo'lgan gapim bo'lardi. Shu narsani ayni shu videoim orqali yetkazishga qaror qildim. Biznesingizda pul aylanadi, lekin pul yig'a olmaysiz, hattoki bir dona uyga boshlang'ich to'lovni xotirjam ajrata olmaysiz. Bu albatta to'g'ri narsa. Ya'ni shunaqa ko'p biznesmenlar bilan gaplashganda shunaqa narsa bo'lgan. O'zini deylik bitta bu qoziq bo'ladigan bo'lsa, bundoq qilib qo'pol qilib aytganda qoziq atrofida aylanish bo'ladi. Ya'ni o'zim ham biznes qilganman, biznes qilib, misol uchun biznesimdan qanchadir ham summani olib uyga kirgizadigan bo'lsam, uy sotib olmoqchi bo'lsam, meni bu yoqda biznesimda muammo bo'lib qolardi. Ya'ni biznesimda qulash bo'lib qoladi. O'shaning uchun biznesdan chiqib olmagan holda yaxshi yashab yurardim. Albatta, zo'r pul topib yaxshi yashash bo'lardi, lekin qanaqadir narsalarga orttirish bo'lmagan edi o'rtoqlar. Bugun boshlasangiz, ishlashingizga qarab 1 yildan 4 yilgacha bo'lgan muddatda oylikdan tashqari mashina, uy olishga pulingiz bo'ladi. Albatta bu narsa haqiqat, yolg'on narsa yo'q bu yerda. Siz hozirdan boshlasangiz, shunchaki 4 yil, 5 yil ichida bemalol o'zingiz shu narsalarni qilish imkoniyatiga egasiz. Ayniqsa bu narsada bitta narsani inobatga olinglar, qancha summa bilan boshlashda katta gap bor o'rtoqlar. Qancha summa bilan boshlashda. Bu narsalarni ham hammasini sizlarga strategiya orqali tushuntirib beraman. Biznesmenlarda esa biznesini, pulini ishlatmasdan ham xohlagan sharoitda, xohlagan narsasini sotib olib yashay oladigan bo'ladi. Biznesmensiz, siz hozir biznesmen bo'ladigan bo'lsangiz, albatta o'sha bizneslaringizdan orttira olmay, faqat o'sha yaxshi yashab, shunchaki o'rtacha yashab yurib turib, qanaqadir orttirish bo'lmayotgan bo'lsa, siz aynan hozir boshlashingiz sizga shunaqa natija beradiki, biznesingizdan tashqari sizga passiv daromad kelib turadigan bo'ladi. Va xarajatlaringiz uchun passiv daromadingizni ishlatsangiz, biznesingizdan keladigan daromadga yana qo'shimcha ishlar qilishingiz mumkin bo'ladi. Hozir boshlasangiz, ya'ni bugun boshlasangiz shu narsaga erishish tezroq bo'ladi. Xo'p, tanlov o'zingizda 5 yil mehnat, 50 yil rohat. Bu narsani Instagram postimga qo'yganimda juda ko'pchilik to'g'ri degan fikrni berdi va juda ko'pchilik noto'g'ri degan fikrni berdi. Ya'ni 5 yil mehnat, 50 yil rohat desam, qanaqadir insonlar misol uchun eshak bilan solishtirib nimadirlar gapirib o'tirdi. Bu narsaga ahamiyat bermaymiz. Unaqa narsalar noto'g'ri narsalar deb hisoblayman. Chunki 5 yil mehnat, 50 yil rohat deganda biz tushunib olishimiz kerak. Yaxshi harakat, bitta narsani yaxshi harakat qilib turibsiz, 5 yil mobaynida mukammal harakat qilib professional bo'ling, 50 yil siz rohatda yashaysiz. Ya'ni 5 yil davomida investitsiya qilib borsangiz ham, o'zingiz shu sohani mukammal professional bo'ladigan bo'lsangiz, o'zingiz tushunib olasizki, u yog'iga mayli aniq muddat emas, 5 yil, 50 yil degan raqamlarni olib tashlaymiz. Shunchaki o'zingiz boshlang'ich o'sha 5 yil mobaynida siz investitsiyangizni qilasiz va 50 yil davomida sizga murakkab foizlar hisobiga
rohatlanib yurasiz. Xo'p, bu narsa o'zingizni tanlov o'zingizni qo'lingizda hisoblanadi. Ko'p pul kerak emas, o'zi boyish uchun odamga ko'p pul kerak emas. O'zida oz bo'lsa ham bor pulini to'xtovsiz ko'paytiradigan tizim kerak bo'ladi. Ya'ni tizim bilan ko'tarilish kerak bo'ladi. Bu yerda katta sarmoya kiriting, 10 ming dollar kiriting yoki 100 ming dollar, 200 ming dollar sarmoya kiriting degan narsa yo'q. Sizlar kichkina summa bilan ham sarmoya kiritishingiz mumkin bo'ladi. Shuni o'zi bilan ham yaxshi natija qilishingiz mumkin bo'ladi. Shunda ham nima kerak bo'ladi sizlarga? Faqatgina tizim, stabillik. Sizlar har doim tizim bilan analiz qilib, tizim bilan savdoga kirib, tizim bilan investitsiya qilib yuradigan bo'lsanglar, shunchaki kichkina pul bilan ham boyib ketish imkoniyati mavjud. Ramsey degan tashkilot bor. 2019-yil Amerikada 10 mingdan ko'proq millionerlardan so'rovnoma o'tkazishgan. Ya'ni har 10 tadan 8 tasi uzoq muddatli investitsiya kiritgan. O'rtoqlar, mana shu joyda bilishimiz mumkin, Amerikada shunaqa narsa borki, har mana 10 ta insondan 8 tasi investitsiya kiritar ekan. Bu narsa menimcha ko'pchiligiga tanish, chunki bir farrosh voqeasini ham eshitgan bo'lsanglar kerak. Farrosh ayol investitsiya qilish orqali boyib ketgan Amerikada. Ya'ni hammasi 8 tasi, ya'ni 10 tadan 8 tasi investitsiya qilish orqali o'zini moliyaviy erkinligiga olib chiqadi Amerikada. Xo'p, qaranglar. Vaqtingiz bo'lmasa, haftasiga 1-2 soat ajratib ishlaysiz va uzoq muddatga katta boylik qura olasiz. Ya'ni sizlarning vaqtingiz bo'lmasa, bu sohada meni vaqtim yo'q, chunki men o'zim sohamda ishlashim kerak, ertalabdan kechgacha ishlayman deydigan insonlar uchun haftasiga 1-2 soat ajratib ishlaysiz va uzoq muddatga katta boylik qura olasiz. Ya'ni siz haftasiga 1 soat menimcha hamma insonda vaqt bo'ladi o'rtoqlar. Agar vaqtingiz bo'lsa, kuniga 1-2 soat ajratib, ko'proq analiz qilib, penny stoklarga investitsiya qilib, 2-3x tezroq ko'proq pul topa olasiz. Ya'ni vaqt ko'proq ajrata oladigan bo'lsangiz bu sohada, albatta, tabiiyki, tezroq natijaga erishasiz. Xo'p, shu darajada oson bo'lsa, qaranglar, hammada shu savol tug'iladi. Shu darajada oson bo'lsa, nimaga har bir aksiya sotib olgan odamlar 2-3 yilda millioner bo'lib ketmayapti? Endi qaranglar. Bu savdolar omad bilan emas, tizim bilan bo'ladi. Ya'ni bu yerda hamma ham tizimga amal qilavermaydi. Tizimsiz ishlaydigan insonlar ham juda ham ko'p hisoblanadi. Tizimsiz savdoga kiradi, qaysi joyda sotib yuborish kerakligiga ahamiyat bermaydi. O'sha narsalarini nafsini tiyib, misol uchun, o'zi tizim bilan savdo qilib yuradigan inson bo'ladigan bo'lsa, albatta natijaga chiqishi ehtimolligi yuqori bo'ladi. Tizimsiz savdo qilingani uchun shunaqa insonlar tizimsiz savdo qilgani uchun hamma ham natijaga chiqavermaydi. Endi qaranglar, har bitta investor bo'laman degan odamga 8 ta ko'nikma kerak bo'ladi. Hozir sizlarga o'sha 8 ta ko'nikmani ketma-ketlikda tushuntirib beraman. Birinchi o'rinda fikrlash, qaranglar. Ko'p odamlar investorlikni lotereyaga o'xshatishadi. Albatta bu meni asabim buzadigan narsalardan bittasi. Bitta omadli kompaniya meni boyitadi deb o'ylashadi. Ya'ni bu joyda shunchaki, misol uchun fikrlashda qanaqa bo'ladi? Kirib keldi, sohaga kirib kelgandan keyin men bitta kompaniyani olaman, o'sha joyda o'sha kompaniya bitta ko'tarilib ketadi va o'sha joyda men siraz boyib ketaman degan narsani ishlatadi. Eng katta xatolardan biri shu hisoblanadi. Bu fikrlashni o'zgartirish kerak. Lekin katta natijalarga faqat tizim bilan chiqiladi. Albatta, boya aytib o'tganimdek, faqatgina tizim orqali men shu soha menga lotereya emas, bu soha menga uzoq muddatda, misol uchun, boyib ketish, million dollarlar, milliardlar ishlash menga shu soha orqali ishlash imkoniyatini beradi degan narsa bilan tizim bilan savdoga kirish. Tizimni yo'lga qo'ygan investor, tizimni yo'lga qo'ygan trader albatta natijaga chiqadi o'rtoqlar, katta ehtimol bilan. Shunaqa fikrlashni o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi ishni osonlashtirish. Ya'ni oldinlari investitsiya qilish uchun har bir kompaniyani soatlab analiz qilingan. Shaxsan o'zimda bo'lgan. Mana shunaqa daftarim bor ediki, har bitta kompaniyani misol uchun kompaniyani kirib kelgani, qanaqa IPO bo'lgani, qanaqa chiqib kelgani, egasi kim, hammasini noldan o'zim yozib chiqqanman. Ya'ni Google'lar orqali analiz qilingan yoki bitta saytga kirib turib, men o'sha narsani to'liq analiz qilishim uchun menda juda ham ko'p vaqt ketgan. Ya'ni bitta misol uchun 2-3 soat yetarli bo'lmagan. Bir haftalab bitta kompaniyani analiz qilganmiz. Qoyilmisizlar? Hozirgi kunda shunaqa programmalar borki, 10-15 daqiqa orqali siz bemalol bitta kompaniyani shunday razbor qila olasiz. Ya'ni shundoq o'zingiz bitta kompaniyani analiz qilib qo'ya olasiz hozirgi kunda bitta programma yoki ikkita programma orqali.
Uchinchisi portfolio tuzishni o'rganish. Agar siz portfolioni to'g'ri tuzishni bilsangiz, boshlang'ich pulingizni minus qilmasdan to'g'ri ko'paytirishni bilasiz. Ya'ni shu joyda portfolioni to'g'ri tuza oladigan bo'lsangiz, siz qaysi kompaniyaga qancha sarmoya kiritishingiz, uzoq muddatli, qisqa muddatli, o'rtacha kompaniyalar shularni misol uchun to'g'ri tuzishni bilsangiz va pulingizni qanchaga bo'lishingiz kerakligini bilsangiz, albatta siz minus qilmasdan katta ehtimol bilan natijaga chiqasiz. Bemalol pulingizni ko'paytirsangiz bo'ladi. 5000 dollarni 5 yilda 500 ming dollarga olib chiqish yoki 10 yilda 500 ming dollarga olib chiqish uchun har xil usulda chiqiladi o'rtoqlar. Hozir men sizlarga o'sha usul bo'yicha ham tushuntirib beraman. To'rtinchisi dividend beradigan kompaniyalarni topish. Kompaniya aksiyalarini olib, sotib topadigan pulingizni 30% gacha tezlashtiradigan eng oson narsa bu dividend hisoblanadi o'rtoqlar. Ya'ni boyaga joyimda tushuntirganimdek dividend hisoblanadi. Dividend beradigan sohalarni ko'ra olish va u sohadagi kompaniyalarni to'g'ri analiz qila olishdan boshlanadi. Ya'ni dividendni tushuntirib o'tdim sizlarga. O'sha dividendlarni, misol uchun kompaniya dividend beradigan kompaniyalarni siz topadigan bo'lsangiz, albatta ularga sarmoya kiritish orqali siz yaxshigina daromad qilib, yana ham tezroq natijaga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni pulingizni tezroq ko'paytirishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, Amerikada 5 ga yaqin bizneslarni 5 milliardga olib chiqa olgan Sharon ismli tadbirkor quyidagi gapni gapirdi. Yaxshilab ahamiyat beringlar. Sharonning do'sti o'zi sotib olgan kompaniya aksiyalaridan 1 yilda 61 million dollar dividend olgan. 61 million dollar. Uni yutug'i men xavfli deb hisoblangan sohani chuqurroq analiz qilib kirgan edi. Ya'ni dividend orqali shunaqa daromad ko'rgan va u inson xavfli deb bilgan narsalarini, ya'ni misol uchun qanaqadir penny stockka xavfli deb bilgan bo'lsa, bu inson chuqurroq analiz qilish orqali, ya'ni shu yerda ham professionallikka totib chuqurroq analiz qilish orqali 61 million dollar dividend olgan. Bu juda ham katta sifralar hisoblanadi. 5-inchisi o'suvchi kompaniyalarni tahlil qilish. Agar siz haqiqiy analiz qilishni o'rganib oladigan bo'lsangiz, 10x lab o'sadigan kompaniyalarni oldindan aniqlashingiz mumkin bo'ladi. Bu tabiiy, chunki siz professional darajada analiz qilishni o'rganib olsangiz, oldindan bilasiz. Xo'p, 6-inchisi xavf va riskni boshqarish. Siz pullaringizni shu ko'nikma himoya qiladi. Shu ko'nikma sizni pullaringizni himoya qiladi. Ya'ni sizlarga 3 ta asosiy narsani aytaman, qaranglar. Stop loss. Stop loss bu nima deydigan bo'lsak, bizda pullarimizni zarardan chegaralash. Ya'ni mana bunaqa narsa bo'ladi, siz 100 dollarga nimadir sotib oldingiz va maqsadingiz 100 dollarlik narsani, misol uchun 300 dollarga sotib yuborish, ya'ni 200 dollar daromad qilish. Shu joyda savol keladi, 200 dollar daromad qilmoqchi ekansan, xo'p, zarari yo'qmi bu narsani degan savol keladi. Albatta shu joyda sizga stop loss yordam beradi. Ya'ni stop loss deganda tushunib olishimiz kerak. Biz misol uchun 200 dollar daromad qilmoqchimizda 10 dollar bizga zarari yetarli bo'ladi. Ya'ni mana bunaqa narsa. 10 dollar zarar bo'lsa, shu pozitsiyam menga kerak emas degan narsani belgilashingiz mumkin bo'ladi. Yokida 20 dollar zarar kiradigan bo'lsa, men bu pozitsiyadan voz kechaman, ya'ni bu savdodan voz kechaman deb turib, chegaralab qo'yishingiz, zararingizni chegaralashingiz bu aynan stop loss hisoblanadi. Stop lossdan ko'pchilik foydalanmaydi, lekin penny stocklarda stop lossdan foydalansanglar ham ayni muddao bo'ladi. Chunki 100 dollar bilan sarmoya kiritganingizda, misol uchun 10 dollar zarari, misol sizni bu narsa qoniqtirish kerak. Ya'ni 10 dollar xohlagan biznesingizda bunaqa zarar bo'lishi mumkin. 10 dollar zarar qilaman, mayli bu narsaga roziman va shuni evaziga menda 200 dollar daromad bo'lishi kerak degan narsani qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu stop loss. Ikkinchisi diversifikatsiya. Ya'ni diversifikatsiyada biz bilishimiz kerak, diversifikatsiya nimaligini. Diversifikatsiya bu siz pulingizda diversifikatsiya bo'ladi yokida portfolioyingizni o'zida diversifikatsiya bo'ladi. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Misol uchun sizning 1000 dollar pulingiz bor, siz yo'naltirishingiz kerak bo'ladi. Texnologiyalar orqali yo'naltirishingiz mumkin. Misol uchun qaranglar. Bizda Amerika bozorida 11 ta sektor bo'lsa, 11 ta sektor har xil yo'nalishlar hisoblanadi. Siz pulingizni har xil yo'nalishlarga yo'naltirishingiz kerak bo'ladi. Bu ham bir diversifikatsiya turi hisoblanadi. Diversifikatsiya o'zi nimaga kerak? Portfolioyingizda pulingizni minus qilib qo'ymasligingiz uchun eng asosiy vosita hisoblanadi. Ya'ni siz zarar qilmasdan foydaga chiqishingiz uchun diversifikatsiya juda ham muhim hisoblanadi. Yoki mana qaranglar, diversifikatsiyada misol uchun boya tushuntirganimdek katta kompaniyalar, sekin o'suvchi kompaniyalarga albatta sarmoya kiritasiz, o'rtancha kompaniyalarga sarmoya kiritasiz va
penny stoklarga sarmoya kiritasiz. Shu ishda yo'nalishda diversifikatsiya qilsangiz, ya'ni bo'lib sarmoya kiritsangiz, unda sizning portfolioyingiz xavfsiz hisoblanadi. Ya'ni siz diversifikatsiya nimaligini tushundingiz va diversifikatsiya bilan ishladingiz. Bu eng kerakli narsa. Shu joyda ko'p xato qiladigan treyderlar yoki investorlarni aytib o'tib ketaman sizlarga. Ayniqsa bu boshlang'ichlarda bo'ladi. Bu narsa to'g'ridan to'g'ri kirib turib, bitta kompaniyaga bor summasini kiritib qo'yadi. Albatta bu diversifikatsiyasiz qilingan sarmoya hisoblanadi. Bu narsa noto'g'ri. Xo'p, keyingisi bozordan chiqish rejasi. Boya aytib o'tganimdek, nafsga juda ham berilib ketish. Ya'ni bozordan chiqish rejasi sizda albatta bo'lishi kerak. Mana bunaqa narsa borki, insonlar shunaqa narsani xohlaydiki, misol uchun $100 man yokida $1000 sarmoya kiritdim, men necha pul foyda ko'rar ekanman, shuncha foyda ko'rar ekanman deydi-da, keyin o'sha joyiga o'zini maqsadiga yetib borganda, u joyda yana ham ko'proq foyda olishim mumkin-ku degan narsani qo'yib qoladi o'ziga. Ya'ni bu narsa noto'g'ri hisoblanadi. Ya'ni bozordan chiqish sizda rejasi bo'lishi kerak bo'ladi, albatta. Shunchaki siz mana shu narx menga qulay, mana shu narxda men savdodan chiqishim kerak degan rejani tuzib olishingiz kerak bo'ladi. Albatta, sabablariga ko'ra bo'lishi kerak bo'ladi. Mana shu narxga chiqib kelganda, bu anchagina o'sib qo'ydi bu kompaniya. Yetarli o'sdi. Endi bizda ozgina pastga korreksiya qilishi mumkin degan narsani berib, shunaqa reja tuzib olishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, 7-si compound o'sish, ya'ni o'rtoqlar reinvestitsiya bu eng yoqtirgan narsalardan biri hisoblanadi. Reinvestitsiya va har 3-4 oyda portfolioni yangilash. Reinvestitsiya deganda tushunib olishimiz kerak. Reinvestitsiya deganda bizni daromadimizni qayta yana investitsiya qilishimiz. Misol uchun, dividenddan tushayotgan daromadni yana o'ziga yo'naltirish. Bu bizani murakkab foizlar hisobiga juda ham katta millionlab dollar kelishiga sabablardan biri bo'ladi. Ya'ni siz daromad ko'rdingiz, sirazi o'sha daromadingizni olib qo'yishingiz kerak emas. Shunchaki o'zingizga ehtiyojingizga kerak bo'ladigan summani olasiz, qolganini reinvestitsiya qilasiz. Va undan tashqari har 3-4 oyda o'zingizni portfolioyingizni tekshirasiz, qayta yengilab turasiz. Ya'ni pul daromad kelgandan siz boshqa kompaniyalarga ham investitsiya qilishingiz mumkin bo'ladi o'rtoqlar. Bu 7-si edi. Va 8-siga keladigan bo'lsak, AI sun'iy intellekt hozirgi kunda dunyoni egallayotgan bu narsa biz bilib olishimiz kerakki, bizani sohamizni ham chetlab o'tgani yo'q. Ya'ni bizani sohada shunaqa narsa qildiki, bu sun'iy intellekt bizda juda ham katta yordami tegdi desa ham bo'ladi. Ya'ni o'rtoqlar, sun'iy intellekt bilan ishlay olish taxmin qilmasdan odatdagi investorlardan 10x gacha tezroq va ko'proq daromad qila olish. Ya'ni sun'iy intellektlar orqali men hozirgi kunda shunchaki sun'iy intellektlardan shunaqa darajada foydalanaman. Men o'zim shunaqa buyruqlar berganman, ya'ni promptlar yozganman shunaqa darajada. O'zimni misol uchun 4 ta 5 ta promptim orqali yoki bitta promptim orqali men kompaniyani to'liq tahlil qilib olishim mumkin bo'ladi. Bitta promptni o'zini qo'yish orqali sun'iy intellektga men kompaniyani fundamental analiz qilib olaman. Qoyilmisizlar? Bu narsaga 10 daqiqa vaqtim ketadi. Va qarabsizlarki, men kompaniyani shunchaki hammasi bilan tanishib chiqqan bo'laman. Ya'ni sun'iy intellektlar juda ham ko'p. Hozirgi kunda sun'iy intellektlardan foydalanmaslikka o'zi bir noto'g'ri narsa hisoblanadi. Chunki hozir hamma ko'p joyda eshitdik, sun'iy intellektlardan har xil foydalanishayotgan ekan. Yo'q. Biza sun'iy intellektdan kerakli ma'lumotlarni kerakli joyda olishni bilsak, shunda biz yaxshigina daromad qilishimiz mumkin bo'ladi. Kerak bo'lsa 100x lab. Xo'p, endi tasavvur qiling, shu 8 ta aytgan ko'nikmalarim, hozir sizlarga aytib o'tgan hamma 8 ta ko'nikmam sizlarda bo'lsa, bir marta emas, har oy qanday natijalar qilishingiz mumkin. Endi tasavvur qiling. Hammasi aytib o'tganim, siz professional investorsiz, professional tradersiz va qayerda boya $192 million haqida gapirdim. Qayerda kirish, qayerda chiqishlarni to'liq biladigan bo'lsangiz. Shunda qanaqa bo'lishi mumkin? Tasavvur qilib ko'ring. Qanaqa darajaga chiqishingiz mumkin? Shu narsani unda tasavvur qilib ko'rsangiz bo'ladi o'rtoqlar. Xo'p, menga eng ko'p yoqmaydigan gaplardan yana bittasini aytaman sizlarga. Ko'p vaqtim ketadi, 1-2 yildan keyin boshlayman yokida hozir ishim ko'p deydigan narsa. Ya'ni shunaqa narsa bo'ladiki, misol uchun men o'zimni tanishlarimga aytaman, o investitsiya qilishni o'rgan, hozir investitsiya qil, mana bu kompaniyani olib qol. Bu kompaniya senga kelajakda bunaqa narsa olib keladi. Misol uchun men Nvidia kompaniyasi sun'iy intellektlar bilan ishlashni boshlaganda juda ham ko'p insonlarga shu narsani aytganman. Shu narsani aytsam, keyinroq boshlayman degan. Hozir u kompaniya misol uchun 4-5x lab berib yuborgan, bundoq qilib aytgan. Keyin bu narsaga ko'p vaqtim ketadi degan narsa sal noto'g'ri narsa hisoblanadi. Chunki hozir biz texnologiyalar zamonida yashayapmiz. Bemalol biz
qisqa muddatda tez analiz qilish imkoniyatiga egamiz o'rtoqlar. Xo'p, agar 1 yil oldin boshlagan pulingizga qarab, hozirgi pulingizdan ko'ra, misol uchun 10 ming dollar, balki 50 ming dollar ko'proq pulingiz bo'lar edi. Bu tabiiy holat, chunki siz 1 yil oldin boshlagan bo'lsangiz, hozirgi kungacha hamma kompaniyalar juda ham yaxshi ko'tarilib bergan. O'shaning uchun bu yerda 10 ming dollar va yokida 50 ming dollar deb gapirilyapti, chunki pulingizga qarab bo'ladi o'rtoqlar. Shu narsani unutmanglar, siz kiritayotgan sarmoyangizga qarab, o'shanga qarab daromad ko'rasiz. Keyingi yil boshlayman deganlar, keyingi yil ham boshlamaslik ehtimoli yuqori. Chunki buni vaqtda ahamiyati yo'q-da. Mana bunaqa narsa bor. Men keyingi yil boshlayman, keyingi dushanba kuni chiqaman, dushanba kuni bunaqa qilaman deyish bu o'zi noto'g'ri narsa hisoblanadi. Boshlamoqchimisiz? Boshlamoqchisiz, shart o'rningizdan turing, hozirroq boshlang. Nimadir qilmoqchisiz, shart o'rningizdan turing, nimadir qiling. Chunki bu hayotda hozir bizani vaqtimizni, misol uchun qisqa, juda ham tez o'tib ketyapti deb tushuntiryapman. Biza misol uchun moliyaviy erkin bo'lmoqchimisiz? Moliyaviy erkin bo'lmoqchi bo'lsangiz, albatta hozirdanoq boshlashingiz kerak. Agar siz bu narsani keyinga suradigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan keyin ham boshlay olmaysiz. Hozir misol uchun sharoitim yo'q, keyin sharoitim bo'lganda qilaman desangiz, katta ehtimol bilan u sharoitni yaratib ola olmaysiz. Sharoit o'zi shu narsani o'zidan yaratiladi. O'shaning uchun hoziroq boshlash kerak bo'ladi. Gap vaqt yoki bilim yo'qligida emas, chunki o'zimda aynan kam vaqt sarflab, qo'shimcha ko'proq daromad qilmoqchilar uchun onlayn va offlayn dastur ishlab chiqaman. Bu eng kerakli sizlarga mavzulardan biri. Qaranglar, gap bu yerda vaqt yoki bilim yo'qligida emas, chunki o'zimda aynan kamroq vaqt sarflab, qo'shimcha ko'proq daromad qilmoqchi bo'lganlar uchun onlayn va offlayn dastur ishlab chiqqanman o'rtoqlar. Kamroq vaqt sarflab, qo'shimcha daromad qilmoqchi bo'lganlar uchun. Xo'p, bu narsa bo'yicha shunaqa dastur ishlab chiqqanman. Bu narsa bo'yicha o'qigan insonlar bor, ularni qaror qabul qilgan insonlar desak ham bo'ladi. Ya'ni hozirdanoq boshla deganimda, hozirdanoq o'sha vaqtda o'zida boshlagan insonlar bor. Ularning natijasini ekraningizda ko'rishingiz mumkin. Shunchaki mana bu shogirdimda 34% afterda yurdi degan narsa o'zi signalini tashlayapti. Ya'ni bizga mana shu kompaniya o'sish kerak degan narsani tashlayapti va 34% lik analiz qilyapti. Bu joyda pre-marketda deb yozilgan, ya'ni bozor holatimizda 33% yana shu shogirdim daromad qilyapti. Ya'ni 34%, 33% ikki xil kompaniyadan ko'ryapsizlar. Bu joy o'zida 70% dan yuqori hisoblanadi. Keyingisi 45% full take profit degani bizda hammasi to'liq olindi yoki ya'ni analizim to'liq o'xshadi degan narsani bu yerda yozib qo'yapti. Endi bu odzivlar hisoblanadi, ya'ni qaror qabul qilganlar hisoblanadi. Bu joyda ko'rishingiz mumkin. Qaror qabul qilgan o'quvchimni, shogirdimni bitta joyini qisqacha aytib beraman sizlarga. 5 dollar 7 sentdan sotdim, kecha 2 dollar 85 dan oldim, kecha deyapti. 420 dollar bilan savdoga kirib 855 dollar olib chiqdim bir kunda ustoz deyapti. Rahmat sizga kattakon, Alloh bergan bilimlaringiz uchun o'z ajrini bersin. Ya'ni bu joyda men bitta narsani aytmoqchimanki, ayni qilayotgan ishim halolligi uchun men juda ham xursandman va shu halol yo'nalishda shunaqa insonlar, qaror qabul qilgan insonlar borligi uchun ham xursandman va halol yo'nalishda shunaqa daromad qilayotgani uchun shogirdlarim natijaga chiqayotgani uchun bundan ham juda xursandman. Ya'ni bu joyda bugundanoq boshlagan insonlar o'tiribdi o'rtoqlar. Bugundanoq boshlab shunaqa natija qilgan insonlar o'tiribdi. Ya'ni siz ham tezroq natija bo'lish uchun hozirdanoq vaqtingizni ketkazmagan holda hozirdanoq boshlashingiz kerak bo'ladi. Xo'p, yana keyingilarini ko'rishimiz mumkin. Bu jami 186%. Wow, o'rtoqlar qaranglar. 186% deganda sizlar bittada tushunib olinglar, 2 baravar o'sdi degani. 10 ming dollar ila 30 ming dollar, 1000 dollar ila 3000 dollar. Mana shunaqa narsani bilib olinglar. Men o'zim aytmoqman, men bitta malades deyman shogirdimga. Rahmat Isroil aka, yaxshimisiz? Yana ham ko'pini o'sha tashlay olmayapman, chunki juda ham qattiq o'rganishga kirishdim deyapti. Keyingisi Yahyo degan shogirdimiz o'zi kompaniyani aksiyasini tashlagan, ya'ni analizini tashlagan. Bittasi limit olib 6% o'sib berdi deyapti va keyingisi 100% o'sib bergan. Ko'rishingiz mumkin, 100%. Mashalloh, Alloh barakasini bersin deyilyapti. 100% o'sib berish bu albatta 1x o'sish.
Agar siz ham shu o'quvchilarim, ya'ni shogirdlarim qatorida bo'lib, shu shogirdlarimdagi natijalarga chiqishni xohlasangiz, $1 million portfolio, ya'ni 0 dan 60 kunda halol aksiyalar bilan oyiga $5,000 plus $10,000 atrofida passiv daromadga chiqishni o'rganasiz. 60 kun davomida qaranglar, yaxshilab eshitinglar, AQShdagi eng tez o'sayotgan kompaniyalarga investitsiya kiritishni faqat telefon orqali oddiy ketma-ketlikda PMI ishlatgandek juda ham sodda savdo qilishni, halol, stressiz va xavfsiz yo'lda pulingizni ko'paytirishni va har bir darsda amaliy mashg'ulotlarni o'rganasiz 60 kun davomida o'rtoqlar. Bu dasturimiz kimlar uchun? Qaranglar, kuniga yoki haftasiga 15-30 daqiqa vaqt ajratib pulini ko'paytirishni istaganlar uchun. Keyingisi biznesdan tashqari passiv daromad olishni xohlovchilar uchun, biznesi bor va passiv daromad olmoqchi bo'lgan insonlar uchun. Undan keyingisi oylikdan oylikka qiynalayotganlar uchun, chunki bu oylikdan oylikka qiynalayotganlar deganda bizga katta ehtimol bilan qarzdan, misol uchun oyligiga yetmasdan qarzga kirib qoladigan insonlar bor, yokida oyligiga yetsa ham keyingi oygacha o'sha puli tugab qoladigan insonlar, yokida oylikdan oylikka faqatgina yashab keladigan insonlar uchun bu dasturimiz. Keyingisi forex-dan kuyib stabil daromad qilmoqchi bo'lganlar uchun. Ya'ni Forex'ni aytdim sizlarga, 90% inson hozir Forex'da men sizlarga bitta haqiqatni aytaman. Forex'da 99% inson natijaga chiqishi juda ham qiyin hisoblanadi. Ya'ni 1% insonlar yokida maksimum borsa 5% insonlar natijaga chiqadi. Tushuntira oldimmi? Juda ham kam hisoblanadi. Ya'ni o'shaning uchun bizda 90% inson ham hozirgi kunda kuyyapti bu sohada, ya'ni bu yo'nalishda kuyyapti, pullarini sliv qilib yo'qotib ketyapti. O'shaning uchun aynan shunaqa insonlar uchun bu dasturimiz hisoblanadi o'rtoqlar. Xo'p, modullarimiz bilan tanishtiraman sizlarni. Bu ikkita darsimni oxirigacha ko'rsanglar, xudo xolisa bonuslar bor sizlar uchun. O'shaning uchun darsni, mana shu videolarni oxirigacha ko'ringlar va undan keyingi darsni ham albatta oxirigacha ko'ringlar. Birinchi modulimizda moliyaviy soatxonlik, ongdagi pul cheklovlari, investor mentaliteti, aktivlar orqali boylik va tizimli yondashuv. Bu eng kerakli birinchi boshlang'ich modulimiz hisoblanadi. Ya'ni moliyaviy soatxonlik, pulni boshqarish bo'yicha bu modulimiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyingisi ikkinchi modulimizda moliya bozori, fond bozori tuzilishi, aksiya, ETF, indeks, IPO, penny stocklar va dividendlar natijasi qanaqa bo'ladi? Qayerga sarmoya qilishni aniq bilib olasiz. Uchinchi modul ilovalar amaliyoti, ya'ni Freedom, interaktiv broker, Tinkoff hisobi, kartani ulash, xavfsizlik, buy sellni tushunish. Xullas, bitta qilib aytganda, men sizlarga broker beraman, ya'ni brokerlar orqali o'sha modullarda brokerlar orqali sizlar savdo qilishni, investitsiya qilishni, o'sha brokerlar orqali bemalol tizimli ishlashni o'rganib olasizlar. Natija 2 daqiqa aksiya olish, 5 daqiqada yechish va kartaga pul tushirish. Ya'ni 2 daqiqada shunchaki telefon orqali sizlar pul tushirib, telefon orqali shunda chiqazib olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu modulda sizlar shunaqa ilovalar bilan tanishasizlar. 4-modulimizda tahlil va analiz, fundamental analiz bu asosiy modullarimizdan biri. Income statement, balance sheet, Islamically, Zoya screener. Ya'ni bu narsa fundamental analiz ichida biz halol harom bo'lgan kompaniyalarni ajratib olish, programmalarini olish, o'sha programmalar orqali tushunib olish va o'zimiz ham fundamental analiz qilishni o'rganib olamiz bu bo'limda. Texnik analizda o'sha candlesticklar, ya'ni grafiklar orqali biz indikatorlar orqali analiz qilishni o'rganib olamiz. Natija har qanday kompaniyani 100% analiz qila olasiz. Bunga men o'zim shaxsan o'zim kafolat bera olaman. Ya'ni bitta kompaniyani siz xohlagancha razbor qila oladigan darajaga erishasiz aynan shu modulda. 5-inchisi portfolio va strategiya. $50 dan misol uchun $1000 oyiga ajratish, ya'ni $50 dan ajratib $1000 ga chiqish desak to'g'riroq bo'ladi. $1000 dan $10,000 ga chiqish va $10,000 dan $100,000 ga chiqish xaritalar. Ya'ni men sizlarga shunaqa yo'l xarita beramanki, sizlar $50 yoki $100 yoki $500 yo $1000 xullas ketma-ketlikda sarmoya qilib, o'sha sistema orqali, o'sha xarita orqali bemalol sizlar pulinglarni 10 baravar, 20 baravar mashq qilib ko'paytirishni o'rganib olasizlar va shu joyda $1000 dan misol uchun kelib turadigan joyini qilishingiz mumkin bo'ladi yoki $10,000 dan kelib turadigan joyini qilishingiz mumkin bo'ladi. Xullas, bu modulimizda portfolioni diversifikatsiyalash, boshqa narsalar o'rgatilinadi.
Xo'p, risk boshqaruvlari albatta. Natija o'zingizga mos xaritani tanlaysiz va tayyor strategiya bo'yicha ishlaysiz. O'zingiz misol uchun $50 topadigan inson bo'lsangiz, oyiga ya'ni $50 ajrata oladigan inson bo'lsangiz yokida biznesmen bo'lsangiz, siz yokida katta qanaqadir mablag'ga erishgan inson bo'lsangiz, albatta siz o'zingizning xaritangizni tanlaysiz va o'sha xarita orqali yo'lga chiqasiz. Va shu yo'lda xudo xolisa sizlar bilan ko'rishamiz. Keyingi modulimizda kapitalni 10x qilish, ya'ni dividend kalendari, compound interest hisoblanadi va reinvestitsiya qilish. Bunda natija daromadni 10 baravarga ko'paytirish yo'li hisoblanadi, ya'ni dividend kalendar. Dividendlar orqali boya tushuntirdim, xuddi o'sha narsalar orqali biz bu modulda yaxshigina tanishib, yaxshigina o'sha daromadlarni qilish yo'lini o'rganib olamiz. Xo'p, 7-modulimizda AI bilan ishlash. Bu asosiy modullardan biri hisoblanadi. Ya'ni penny stock topish prompt orqali men sizlarga boya aytdim, o'zimning promptlarim bor. O'sha promptlar orqali men shunchaki promptlarimni shaxsan o'zim tuzib, shaxsan o'zim foydalanadigan promptlarimni shu modulda joylaganman. Sizlar shunchaki hech nimani o'rganmasdan turib ham o'sha promptlarni olib turib, shuni notebookingizda o'sha sun'iy intellektga tashlaydigan bo'lsanglar, sizlarga 10 daqiqada o'sadigan kompaniyani AI o'zi topib beradi. Siz soatlab vaqtingizni tejab qolasiz. Ya'ni siz uzoq analiz qilib o'tirmaysiz, bemalol shunda tashlash orqali siz 10 daqiqani o'zida kompaniyani shunchaki analiz qilib qo'yasiz. 7-modulda. 8-modulda fatvolar blok o'rtoqlar, ya'ni halollik bo'yicha shubhalarga javob. Siz aniq bu bo'limda xullas o'zingizga nima deydi, uverin bo'lasiz, ya'ni o'zingizga ishonch hosil qilasiz. Siz halol yo'nalishda halol investitsiya qilib, halol daromad ko'rayotganingiz bo'yicha o'rtoqlar. Daromad manbasini postoyanno tekshirib tursangiz bo'ladi. Xo'p, endi bu joyi o'zi keyin ko'rsatmoqchi edim. Endi sizlarga shu videoni oxirigacha ko'rganinglar uchun sizlarga juda ham katta bonusni aytmoqchiman, ya'ni 40% lik chegirma o'rtoqlar. Birinchi 20 ta insonga 40% chegirma beraman. Bu juda ham katta chegirma. Hayotinglarni o'zgartirmoqchi bo'lsanglar, mana sizlarga imkoniyat. 40% chegirmada 20 ta inson hozirdanoq yozilib, 20 ta inson 40% chegirmada olishlari mumkin. Ikkinchisi 10 ta odamga, ya'ni 30% chegirma beriladi, ya'ni 20 tadan tashqari 10 ta insonga 30% chegirma beriladi. Uchinchisi 10 ta odamga 20% chegirma beriladi o'rtoqlar. Ya'ni birinchi 20 ta insonga 40% beryapmiz, undan keyingi insonlarga 30% va oxirgi 10 ta insonga 20% chegirma beryapmiz. O'zi umumiy 40 ta inson qabul qilyapman, ya'ni ko'p inson emas, 40 ta inson qabul qilyapman va shu insonlar bilan xudo xolisa natija sari birga yo'lda ko'rishamiz o'rtoqlar. Xo'p, sizlarga yana bitta narsani aytmoqchiman. Aksiya orqali daromad qilgan o'quvchim bilan bittasi bilan tanishtirmoqchiman va bunaqa o'quvchilarim juda ham ko'p. Said Azam aka, bu insonni o'zim ham juda ham hurmat qilaman. Sohani to'liq professional darajada o'rgandi. Ya'ni bu inson juda ham umuman soha haqida xabari yo'q inson edi. To'g'ri kirib keldilar. Mana shu sohani o'rganmoqchiman dedilar. Xo'p, halolligi bo'yicha menga mana shu narsani ko'rsatib bering dedilar. Halolligi bo'yicha o'zim ham tekshirib keldim dedilar, bildim dedilar. Bunaqa kamdan kam insonlar halol yo'nalishda ishlar ekan dedilar. Chunki sanoqli insonlar aksiya yo'nalishida, sanoqli insonlar halol yo'nalishda savdo qiladi. O'shaning uchun sizlarning oldingizga keldim va Instagramda ko'rib keldim dedilar. Xo'p dedim, ko'rdim, tekshirdim. Xullas bu inson $10,000 sarmoya kiritdilar. Ya'ni professional bo'lganlardan keyin shunchaki o'rganib turib tarsib kiritib olmadilar. Yaxshi tushunib olganlardan keyin $10,000 sarmoya kiritdilar va shu $10,000 dan aksiya orqali shunaqa narsa qildilarki, $10,000 dan $7,000 daromad ko'rdilar. Ya'ni birinchi 10 kunlikni o'zida $7,000 daromad qildilar. Ya'ni shunaqa narsa bo'ldi. Hamma narsani hisobga olgan holda shunda $10,000 sarmoya qildilar va sirazi $7,000 daromad qildilar. Shu joyda o'zlari ham xursand bo'ldilar. Albatta $7,000 daromad. Undan yog'iga men shoshib qo'ymagan holda siz bergan bilimlaringiz orqali ketma-ketlikda harakat qilaman dedilar va ketdilar. Xo'p, hozirgi kunda ham daromad qilib yuribdilar. Yaqinda o'qigan shogirdlarimdan biri bular. Aksiya orqali $10,000 passiv daromadga chiqish strategiyalari ikkinchi darsda bo'ladi. Ya'ni bu darsimizda sizlarga tushuntirib berdim, o'sha 8 ta qadamimizda boshqa narsani tushuntirib berdim. Endi keyingi darsimizda bizda aksiyalar orqali $10,000 passiv daromadga chiqish strategiyalari beriladi o'rtoqlar. Yaxshilab tushunib olinglar. Shu yo'nalish bo'yicha sizga agar $10,000 haqiqatdan qiziq bo'ladigan bo'lsa, $10,000 daromadga chiqish qiziq bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi darsni o'tkazib yubormaylar. Ikkinchi darsimda sizlarga bitta yo'l xarita tuzib beraman o'rtoqlar.
Kurs dasturimizga yozilish qiziq bo'lgan bo'lsa, o'rtoqlar, sizlarga boyaga tushuntirgan kurs dasturim qiziq bo'lgan bo'lsa, videoni pastida, ya'ni tagida kursga ro'yxatdan o'tish linkini qoldirganman. So'rovnomani to'ldirganingizdan keyin menejerlarimiz aloqaga chiqishadi. Ya'ni sizlarga hozir tushuntirib berganim o'sha bonuslar orqali olish, bonuslar kerak bo'ladigan bo'lsa va hayotingizni o'zgartirish qiziq bo'ladigan bo'lsa, kelajagingizni bugundan boshlash niyat qilgan bo'lsanglar, albatta pastda shu videoni tagida link qoldirganman. O'sha linkni o'zingizlar shunday to'ldiradigan bo'lsanglar, menejerlarimiz sizlarga aloqaga chiqadi va bonuslarda qo'shilishinglar mumkin bo'ladi o'rtoqlar. Maslahatim sizlarga, maslahatim. O'zim o'rganayotgan vaqtimda shunday kurs bo'lganida olgan bo'lardim. Ya'ni o'rtoqlar, men juda ham ko'p kurslarda o'qiganman. Boshqa kurslarni yomonlash niyatim yo'q, shunchaki men aytmoqchi bo'lganim, bu darajaga yetishim uchun juda ham ko'p kurslarni o'qib o'rganganman va menga juda ham ko'p vaqt kerak bo'lgan. Sizlar hozir shu narsani umumiy bitta kursda olasizlar. Ya'ni meni 7 yillik tajribamdan kelib chiqib o'tilgan darslarni sizlar shunchaki o'sha 60 kunning ichida bemalol o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni 7 yil davomida sizlar meni xatolarimni qilmasligingiz va meni strategiyalarim orqali, meni yo'nalishim orqali sizlar hozirdanoq daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Ro'yxatdan o'tinglar va sizlarni o'zim natijaga olib chiqaman, xudo xolasa degan so'z yozilgan. Albatta bu joyda inshaalloh men o'zim niyat qilganman, har bir o'quvchim shunaqa darajada natijaga chiqsinki, har bitta inson natijaga chiqib, har bitta inson oilasiga davomiy o'shanaqa kelib turadigan va ko'chada misol uchun ko'rishimiz mumkin. Hozirgi kunda ko'rasizlar, o'zingizlar ham yoningizga keladi qaysidir insonning bolasi, misol uchun salfetka sotishi mumkin bo'ladi. U inson o'tib ketgandan keyin orqasidan qiynalib qolishi mumkin bo'ladi yoki boshqa narsalar bo'ladi. Xullas, meni shogirdlarim shu dasturdan keyin shunaqa darajada moliyaviy erkinlikka erishsinki, o'sha pul erkinligi bo'lsin, xohlagan joyda xohlagan narsasini sotib olish, vaqt erkinligi, xohlagan joyda o'tirib, xohlagancha ishlash. Undan tashqari moliyaviy erkinlik. Moliyaviy erkinlik deganda biz xohlagan joyimizda xohlagan narsamizga borishimiz va xohlagan davlatimizga, misol uchun o'zimiz xohlagan biletimizni sotib olishimiz, xullas xohlagan insonga yaxshilik qilishimiz, shu narsani tushunsak bo'ladi. Albatta, men aytganlarimni shu o'quvchilarim, shu shogirdlarim men bilan birgalikda qiladigan bo'lsa, o'zimni meni izimdan boradigan bo'lsa, inshaalloh har bittasi natijaga chiqadi. Bunisiga men xudo xolasa kafolat beraman.